Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ya'ni Dilis 25 da klubga qanday qilib logo qo'yishni o'rgataman. Buning uchun custom logo degan joyga kiramiz va 100 tanga to'laymiz. Va bu yoqqa raqamlar, ya'ni harflar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni video tavsifida ko'rishingiz mumkin. Qaysi xohlagan klubga olsangiz bo'ladi. Mana Barselona fanati bo'lganim uchun men Barselona logosini tanladim. Mana ko'rib turganlaringizdek o'xshadi. Xo'sh, endi Barselona kiyimlariga o'tamiz. Buning uchun custom kitga bosamiz. Custom kitga bosamiz va bizga kiyimlarni chiqarib beradi. Bu yoqqa ham 200 tanga to'laymiz va bu yerga raqamlarni, ya'ni xuddi boyagiga o'xshab raqamlarni qo'yamiz. Mana qo'ydik. Xo'sh, mana Barselona kiyimlari. Xo'sh, buni endi o'yinda ko'ramiz. Bu yerdan chiqamiz va o'yinga kiramiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana hozirda ko'rib turganlaringizdek ifodalanmoqda. Hozir mana o'yinda turibdi. Xo'sh, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Mana marhamat, kuzating. Xayr,